Assalomu alaykum Nevajon YouTube kanali obunachilari va nihoyat qisqa tanaffusdan so'ng yana qaytdik. Ma'lum sabablarga ko'ra ba'zi bloglarimizda YouTube kanallarimizni yurita olmadik. Nima desak, kasalliklar tufayli vaqtimiz bo'lmadi. Shuning uchun endi xudo xolasa video chiqarib boramiz. Mana o'zimiz tuman Romitan tuman kiyamiz sentrga. Mana bu 4 bosh qo'ylarni uzay qilish jarayonida o'zimiz uylarga o'zimiz chaqiruvdilar. Xo'p, hozir qo'ylar qanday uzay qilish jarayonini aytib o'tamiz batafsil. Ko'pchilik qo'y oladida o'zimiz qo'y oladi. Bozorga bilasiz, ko'p nimada ko'p. Masalan, qisir qo'ylar ham bo'g'oz deydi. Semiz qo'ylar ham o'zgina yelib turadi. Ko'tarib turadi. Bo'g'oz deydi. Ko'pchilik adashadi-da shunda. Shuning uchun hozir uzay qilib qo'ylarni ko'rib beramiz. Bo'g'oz holat qanday uzay jarayoniga aytib o'tamiz. O'zi videoni oxirigacha kuzatib boringlar. Bu bitta ishlaysiz bir bor. Ko'ramiz. Bu şu tozalikka chiqqan ekan. Bir oydan sal yetdi. Bo'g'ozni ha? Sal yetgan bo'g'oz. Bu apparat bir oylikdan boshlab aytadi-da. Masalan 25 kun, 23 kun qo'sh qurishgan bo'lsa, zavqini ko'rmaydi. Juda qisqa bo'ladi. Lekin bu bir oydan o'tgan bo'g'oz. Aniq yuz bo'g'oz. Ikkinchi barramizni tekshiramiz. Ko'pchilik yozishi mumkin, tik holatda ham ko'rsa bo'ladi deb. Ko'rsa bo'ladi, lekin mana kichik bo'g'ozlarni aytganda ko'rib bo'ladi. Ha, bunda yaxshi ko'rinadi. Qisir ko'rsat bu barrani. Qisir. Uchinchisi bo'lsa. Cho'sh qo'yamiz. Uzay qilish jarayoni. Bu 2 oylikdan o'tgan bo'g'oz ekan. Yaqinroq keltiring operator. Ko'rsam bo'ldi, yuboravering bu. Ko'rinishi ko'rinyapti. Mana qovurg'asi 2 oylikdan o'tgan bo'g'oz 100 foiz. Endi bu Qisir degani mana bu yertidagisi. Xo'p, keyin shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Xizmat narximiz Buxoro bo'ylab bir bosh qo'y 50 ming so'm. Agar ko'proq bo'lsa kelishiladi. Hammalaringizga rahmat. Agar videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmanglar. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like tugmasini bosing. Hammalarga rahmat.